Hurmatli kuzatuvchilar, Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman madaniy yurish mahallasi Uklan qishlog'iga mana o'z avtoyo'lga murojaat qilgan edik. Asfaltimizni bir chiroyli qilib palasa qilib chizib berishini, yo'l qoidalarini mana Shohrux Asqarovga kattadan katta rahmat, o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu mahallamizga mana yo'q demasdan murojaat qilgandik. Shu murojaatimizni e'tiborga olib mana xodimlarni yuborgan ish jarayonlari ketyapti. Palasa chizib mahallaga chiroyli qilish niyatida. Shu qatorda yana nima demoqchiman, o'zimizni Pastdarg'om tuman hokimligiga kattadan katta rahmat, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nega desalaringiz, mana shu Pastdarg'om tumanida qaysi masalani ko'targan bo'lsak, hammasi uzog'i bilan 3 kun, 4 kun ichida ijobiy hal bo'lyapti. Bu albatta Pastdarg'om tuman hokimiyati va butun mana shu mas'ullar hammasi mana o'zini vazifasini yaxshi olib boryapti. Kattadan katta rahmat deyman. Pastdarg'omda tizim chotga ishlayapti. Iloyim ko'z tegmasin. Mana shunday qolgan tumanlar ham, qolgan tumanlarga mana shunday saboq bo'lsin degan maqsadida aytayapman. Endi masalan mana Kattaqo'rg'on tumani ham yaxshi, Habib degan ukamiz ham o'zi avtoyo'lni boshlig'i, u ham masalan shu Kattaqo'rg'on yo'llarini chiqarganimda 1 kun 2 kun ichida u ham ijobiy hal qilib tashadi. Hamma joy ana shunday bo'lsa, butun mahallalarimiz obod bo'lib, shahar bo'lib, ana bunaqa mahallalarga keyin turistlar kelsa, og'zi ochilib lol bo'lib qolsa, u boshqachada bu. Laykni bosamiz, tirsillatamiz, yaqinlarga jo'natamiz. Mana shu apparati mana bunaqa qilib chizib, nima qilib ketar ekan, kraskalari bor. Uklan qishlog'i qabristonimiz. Mahallamizni xullas do'stlar, mana bizning mahallamiz xo'sh chiziqlari mana shu holatga keldi. Mana o'zi avtoyo'l mana shunday chiziq qilib berdi. Bu Uklan qishloq deyiladi. Qanday chiqdi do'stlar? Ana shunday bo'ladi. Shahar degani mana shu shahar bo'ladi, o'rtoqlar. Yevro shahar.